O'tgan hafta dam olishga chiqqanimizda dam olgandek bo'lmadim, chunki baribir bola qo'limdan tushmadi. Shunga bu safar nyanchkalar bilan chiqdik. Shuni tushundimki, bola bilan dam olmoqchi bo'lsangiz, albatta yoningizda unga qarab yuradigan odam bo'lishi kerak. Shunga bu safar toqqa dam olishga chiqqanimizda bir emas, ikkita nyanchka bilan chiqdik. Shunda bochka yetmasdan August Resort ochilibdi. Birinchi web reseptionga kirganimizda bizni shunaqa welcome drinklar bilan kutib olishdi. Chekinimizni qilib, zaseleniyamizni boshladik. Biz shunaqa shaleda to'xtaydigan bo'ldik. Bu yerdagi shaley 3 etajli. Kiravurishingizda katta hol, o'zini jihozlangan kuxnyasi bilan, katta lounge zona. Bu yerda bemalol 6 kishigacha ham tursa bo'ladi. Eng oxirgi PlayStation 5 ham bor ekan. Bu birinchi etajdagi sanuzel. Menga eng yoqqan taraflaridan biri ko'p yog'och ishlatib qilingan. Endi ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Yog'och ishlatib qilingan degani bu ekologik toza. Bu shaley xuddi Pinterestga o'xshaydi. Kravati ham shunaqa yog'ochli. Matrasi yumshoq toper bilan ekan. Bu esa balkoni. Qaranglar qanaqa video ochiladi bu yerdan. Navbat -1 etajga. Shaleyda o'zini isitiladigan basseyni, finska sauna va turistki hammam ham bor ekan. Va bu yerda ham sanuzel, hattoki kirmoshna ham bor ekan. Botni atmosferasi shunday relaks berar ekan. Botga kelib faqat dam olish kerak ekan. Har bir etajda o'zini terrasasi bor. Shu tarafi ham menga rosa yoqdi. Ertalab esa bizni shunaqa vid uyg'otdi. To'g'risi men bu yerda butun yozni yashab bergan bo'lardim. Завтрага включен. U ham chiroyli vid bilan 4-etajda joylashgan restoranda. Konsepsiyasi esa biz hammamiz yaxshi ko'rgan shvedskiy stol. Agar bu yerga kelsanglar, обязательно завтракka omlet zakaz qilinglar. Juda ham mazali qilishar ekan. Servisi a'lo darajada. Bizga bemalol ovqatlarni yeb olinglar deb menejer qizimiz bolashkamizni kolyaskada aylantirib uxlatib ham qo'ydilar. Keyin esa erim shunaqa zo'r taklif bilan yonimga keldilar. Tak что davomi yana bor.